Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Tazkiyatun nafs silsila darslaridan birodarlar, zikr manzilatini o'qiyotgan edik. Bugun oxirgi darsimiz. Tog' toshlar Allohni zikr qiluvchilar bilan faxrlanadi. Allohni ko'p zikr qiluvchi banda munofiqligidan omon bo'ladi. Amallar ichida zikrning o'ziga xos lazzati bor. Shuning uchun ham zikr majlislari jannat bog'lari deb atalgan. Yo'lda, uyda, safarda, hazarda zikrni bardavom qilish bandaning qiyomat kunidagi guvohlari ko'payishiga sabab bo'ladi. Zikr yuzga bu dunyoda go'zallik va oxiratda nur ato qiladi. Bilasizmi, nurli bo'ladi bir odam. Husni o'rtacha bo'ladi, ehtimol ko'rimsiz bo'ladi, lekin yuzida nur bo'ladi. Nima sabab desa, zikrni ko'p qilgan bu odam. Demak, zikr yuzga bu dunyoda go'zallik va oxiratda nur ato qiladi. Zikr bandaning Rob tomonidan tasdiq qilinishiga sabab bo'ladi. Zikrni bardavom qilish nafil amallar o'rniga o'tadi. Banda kengchilik vaqtida Allohni zikr qilsa, Alloh torlik, tanglik vaqtida mana shu bandani zikr qiladi. Birodarlar, zikr jasadni ham, qalbni ham shifosi va davosi. Safarga chiqding, Allohni zikr qil. Baland tog'ga ko'tarilding, Allohni zikr qil. To'lqinlanayotgan dengizni ko'rding, subhanallohda Allohni zikr qil. Musaffo ko'm-ko'k osmonni ko'rding, Allohni zikr qil. Yurganingda, turganingda, uyda, ko'chada, tijoratda, yurish-turishda Allohni zikr qil. Allohning huzurida bandaning qadr-qiymati. Allohning nazdida bandaning qadr-qiymati. Har bittamiz xohlaymiz bitta narsani. Nima u? Allohning nazdida meni qadrim qanchalik ekan? Shuni bilishni har bittamiz xohlaymiz. Alloh meni qadrlarmikin? Alloh meni yaxshi ko'rarmikin degan savol bor. Unday bo'lsa, qara birodar. Seni huzuringda Alloh taoloning manzilati qanchalik? Seni huzuringda Allohning amri, nahiylari qanchalar qadrlik? Seni huzuringda Allohning zikri qanchalar qadrlik? Agar seni huzuringda Alloh, uning buyruq qaytariqlari va zikri eng birinchi o'rinda bo'lsa, qadrli bo'lsa, xursand bo'l. Sen ham Alloh uchun qadrli ekansan. Hayotingda seni nimalar mashg'ul qilyapti? Nimalar bilan bandsan, nimalar bilan ovorasan? Nimani g'ami bilan yuribsan? Kimdir g'ami Allohning rizosi. Uni butun borlig'ini mana shu narsa band qilgan. Mashina minayotganda ham Alloh norozi bo'ladigandaqa haydamaydi. Tijorat qilayotganda Alloh buyurgandaqa bo'lishga harakat qiladi. Qo'yingki hayotida Alloh qanday buyurgan bo'lsa shunday bo'lishlikka va nimadan qaytargan bo'lsa shunday bo'lmaslikka harakat qiladi va mana shu Allohni zikr qilgan bo'ladi. Qalbini eng to'rini Alloh egallaganmi? Demak, Alloh uchun shu banda ham shunchalar qadrli bo'ladi. Yana kimdir? Buni aksi. G'ami pul topish. G'ami dunyo. Yurganda ham pul, turganda ham pul, uxlaganda ham pul, tushida ham pul. Tashvishi nima? Pul. Ajibda birodarlar. Birinchi toifadagi odamdan bo'lsangiz ham, ikkinchi toifadagi odamdan bo'lsangiz ham yozilgan rizqni yeysiz. Hayotini Alloh deb o'tkazayotgan odam ham yozilgan rizqni yeydi, oshig' ham emas, kam ham emas. Pul deb yashayotgan, dunyo deb yashayotgan odam ham yozganini yeydi, oshcha emas. Faqat birinchi holatda Alloh deyotgan odamni ozgina topgan bo'lsa ham rizqida baraka bo'ladi. Ikkinchi odam dunyo deb yurgan odamni ko'p topsa ham rizqida baraka bo'lmaydi. Birodarlar, pulni qanchaligi muhim emas, pulni qanaqaligi muhim. Shuning uchun qaytaramiz. Alloh uchun qanchalar qadrli ekanligini bilmoqchi bo'lsang, qara, Alloh sen uchun qanchalar qadrli. Abdullah ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar:
Laqitu Ibrohima laylata usriya bi. Isro kechasida Ibrohim alayhisalomga yo'liqdim. Ibrohim alayhisalom payg'ambarimizga aytdi: "Ey Muhammad, ummatingizga mendan salom ayting va xabar bering ularga. Albatta jannatning tuprog'i pokizadir, suvi shirindir. Va anna g'irosaha subhanalloh, valhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar." Albatta jannatning tuprog'i pokiza, suvi shirin, albatta jannatning ko'chatlari subhanalloh, valhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar. Mana shu zikrni har bittasini aytar ekanmiz, bizning jannatimizga bittadan ko'chat ko'chiriladi. Qancha ko'p aytasiz, jannatdagi ko'chatlaringiz shunchalik ko'p bo'ladi, bog'ingiz shunchalik keng bo'ladi. Nima to'sadi bizni yurib ketayotganda subhanalloh, valhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar deyishdan? Nima to'sadi? Demak, Allohni poklash kerak, maqtash kerak, shukr keltirishlik kerak. Bu zikr. Yana Allohning oyatlarini gapirdingiz, bu ham zikr. Koinotdagi mo'jizalarni so'zladingiz, insonning jasadidagi insonning aqlini lol qoldiradigan mo'jizalarni gapirdingiz, bu ham zikr. Bizda endi Allohni zikr qilish deganda faqatgina odamlar tasbih ushlab olib, shuni aylantirib subhanalloh, alhamdulillah deyishni tushunadi zikr deb. Unaqa emas, birodarlar. Hayotingiz ertalabdan uyg'onib uxlagunizcha zikr bo'lishi mumkin. Aytdi-ku, maqsad Allohning rizosi bo'lgandan keyin bosgan har bitta qadamingiz ibodat o'rniga o'tadi. Allohni zikr qilish deganda faqat tasbih o'girishni tushunmaylik. Shariat bo'yicha yurganimiz, harom narsalardan tiyilganimiz, shuni o'zi ham zikr bo'ladi. Alloh taoloning qudratiga dalolat qiladigan, uni azamatiga dalolat qiladigan majlis ham zikr majlisi bo'ladi. An Abi Musa radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Mathalul ladzi yadhkuru robbahu val ladzi la yadhkuru robbahu mathalul hayyi val mayyiti." Payg'ambarimiz aytibdilar, Robbisini zikr qiladigan, eslaydigan kimsa bilan Robbisini zikr qilmaydigan, eslamaydigan kimsaning misoli tirik bilan o'likning misoli kabidir. Payg'ambarimiz aytibdilar, Allohni zikr qilmabdimi, bu odam o'lik. Abu Musa roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Rasululloh aytadilar: "Masalul bayti allazi yuzkarullohu fihi val baytu allazi la yuzkarullohu fihi masalul hayyi val mayyiti." Unda Allohni zikri qilinadigan uy bilan unda Allohni zikri qilinmaydigan uyning misoli tirik va o'likning misoli kabidir. Allohni zikr qilgan odam tirik, Allohni zikr qilmagan odam o'lik deyildi birinchi hadisda. Ikkinchi hadisda uylar haqida gap ketyapti. Bir uy bor, unda Alloh zikr qilinadi. Bu tirik uy. Ikkinchi uy, unda Alloh zikr qilinmaydi, o'lik uy. Endi Alloh zikr qilinmaydigan uyda yashayotgan g'ofillar o'lik ichidagi o'liklar. Bu as-sodiqul masduq bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar bu narsani. Shuning uchun uylarimizda tilovat bo'lsin, ilm majlisi bo'lsin, zikr bo'lsin, uyimiz tirik bo'ladi. Ammo taassuf ayrim hovlilarda, ayrim xonadonlarda buni aksini ko'ramiz. Ertaga kech musiqa, masxaravozlik, tomoshalar, kinolar, seriallar. Zikr bor uy tirik uy, zikr yo'q uy o'lik uy. Zikr agar uni inson unutib qo'yadigan bo'lsa, qalbini o'lishiga sabab bo'ladi. Demak, g'ofillarning qalblari g'ofil bo'lganligi uchun hali tanalari o'lmasdan turib, ularning tanalari qabr bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Robbisidan rivoyat qilgan hadis qudusiyda Alloh taolo aytayapti: "Man zakarani fi nafsihi, zakartuhu fi nafsi." Kim meni o'zini nafsida zikr qilib eslasa, men ham uni o'zimning nafsimda nima qilaman? Zikr qilaman. Sen Allohni zikr qilishing bir narsa, Alloh seni zikr qilishi boshqa narsa. Bu taqqoslab bo'lmaydi buni. Alloh seni zikr qilishi bu nima degani? Senga rahmati bor degani. Seni qo'llaydi degani. Seni panohida aslaydi degani. Seni inoyatiga oldi degani.
Sen Allohni eslasang, Alloh seni eslasa, Alloh sen bilan birga bo'ladi degani. Endi Alloh sen bilan birga bo'lsa, senga nima kerak yana bundan boshqa? Zikrning turlari. Birinchisi, Alloh taoloning ismlarini va sifatlarini zikr qilishlik. Alloh taoloning mana 99 ta ismi bor, sifatlari bor. Shuni zikr qilishlik ham zikrning birinchi turi bo'ladi. Ikkinchi turi Allohning amrini zikr qilish. Farzlarni, haromlarni zikr qilish. Mana bu narsani qilishlik farz, mana bu narsani qilishlik harom dedingizmi? U halol, bu harom dedingizmi? Bu farz, bu vojib dedingizmi? Demak, Allohning amrini zikr qildingiz, bu ham zikr. Zikrning uchinchi turi Alloh taoloning oyatlarini, mo'jizalarini, ne'matlarini, in'omlarini eslashlik. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar Allohning bergan ne'matlarini sanasanglar, adog'iga yeta olmaysizlar. Barmog'ingizni izini gapirdingiz. Hech qaysi insonning barmog'ining izi ikkinchi insonga o'xshamas ekan. Demak, Allohni zikr qildingiz. Ko'z issiq sovuqni his qilmasligi va Alloh taoloning bergan mo'jizasi dedingiz. Allohni zikr qildingiz. Miyani ichidagi mo'jizalarni, ilm fan aniqlagan mo'jizalar gapirdingiz. Allohni zikr qildingiz. Insonni onasining qornida nutfalikdan tug'ilib tushgungacha bu qadar bo'lgan bosqichlarni gapirdingiz. Demak, Allohni zikr qildingiz. Demak, birodar, atrofingizda turgan mo'jizalarni, alomatlarni gapirishligingiz ham Allohni zikr qilishingizga kiradi. Bir kishi Ka'bani tavof qilmoqchi bo'ldi-da, zikr qildi, aylandi, lekin sanoqni esdan chiqarib qo'ydi. Ka'bani aylanayotib turib, shavtlarni, sanog'ini unutib qo'ydi. Kelib shayxiga aytdi. Tavof qilayotgandim, necha shavt qilganim esimdan chiqib qoldi. Shayx aytdiki, baytni Robbisini tavof qilsan, ammo baytni tavof qilmabsan dedi. Haligi odam yana qaytib Ka'bani oldiga keldi-da, bu safar tavofni sanog'iga qattiq e'tibor qildi. Shavtlarni qattiq sanadi. 7 marta aylandi. Ammo Allohni zikr qilish unutib qo'ydi. Kelib shayxidan so'radi. Shu ish haqida. Shayx unga, "Bolam, sen baytni tavof qilsan, ammo baytni Robbisini tavof qilmabsan" dedi. 3-marta borib turib, zikrni ham mahkam ushladi, sanoqni ham aniq qildi. Keyin qaytib kelganida shayx aytdiki, "Mana endi sen baytni ham tavof qilding, baytni Robbisini ham" dedi. Imom G'azzoliy aytadi, Qur'oni Karimning eng oliy darajadagi zikri, eng oliy darajadagi savobi masjidda, namozda tik turib uni tilovat qilish. Biz shuni qilyapmiz hozir. Masjiddamiz, namozdamiz, tik turib Qur'on tilovatiga quloq tutyapmiz. Eng oliy zikr, eng oliy savob mashi bo'lyapti. Bundan keyingi darajasi faqat qalbi bilan zikr qilishi, doim qalbida turishi. Undan keyingi darajasi faqat tili bilan zikr qilishligi. Qo'lida davlati bor akalar xayrli ishlarga dunyosini sarflaydi. Alhamdulillah, Alloh qabul qilsin. Biz aytamiz, buni siz qilganingiz yo'q. Bu savobli ishni Alloh sizga qildirdi. Alloh qalbingizga solmasa ilg'ligini, muhabbatini siz 1 so'm sarf qila olmasidingiz. Alloh qildirdi sizga. Alloh sizni esladi, qalbingizga yumshoqlik soldi, keyin qildingiz deymiz. Shuning uchun men qildim demang, Alloh menga qildirdi deb fazilni o'ziga qaytarib turing. Alloh doim sizni shu ishda ishlatadi. Endi diqqat qilinglar. Ulamolar aytishadi, bandaning Allohni zikr qilishligi ikkita zikrga o'ralgan bo'ladi. Bandaning Allohni zikr qilishligi ikkita zikrga o'ralgan bo'ladi. Avvalambor, Alloh seni eslaydi. Shundan keyin sen uni eslaysan, keyin Alloh seni yana eslaydi. Seni Alloh eslaydi. O'shuning uchun Allohni sen eslaysan. Allohni eslaganingdan keyin Alloh seni yana eslaydi. Alloh seni eslagani uchun qalbingga muhabbatini soldi, shuning uchun zikr qilding.
Tushundinglarmi?